Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalar uchun 1.500.000 so'mgacha yordam. Uni kimlar olishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak va eng muhimi, odamlar ko'p xato qiladigan joylar qaysi? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, nevaralari, mahalla faollari va qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p hollarda yoshi katta insonlar huquqini bilmagani uchun yordamni olmay qoladi yoki noto'g'ri joyga borib vaqtini yo'qotadi. Men bugun sizga oddiy tilda birma-bir amaliy tarzda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men sizga murojaat qilish tartibi, ariza yozishda nimalarga e'tibor berish, kimlar rad javobi olishi mumkinligi va rad etilsa nima qilish kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni ota-onangiz, buvalaringiz yoki qo'shnilaringiz ham bilishi kerak. Avval qanday edi? Avvallari ko'pchilik qariyalar yordam olish uchun turli idoralarga qatnardi, mahallaga boradi. Keyin tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yuboriladi. U yerdan yana boshqa hujjat so'raladi. Kimdir yordam bir martalik ekanini bilmaydi. Kimdir faqat yolg'iz qariyalarga beriladi deb o'ylaydi. Yana kimdir men pensiya olaman. Demak menga hech narsa berilmaydi deb umuman murojaat qilmaydi. Aslida ijtimoiy yordam masalasida eng katta muammo odamlarning xabardor emasligidir. Davlat tomonidan yoki mahalliy tartibda ayrim toifadagi fuqarolar uchun moddiy yordam, kompensatsiya, parvarish yordami, davolanish xarajatlar uchun ko'mak yoki boshqa shakldagi qo'llab-quvvatlash choralari bo'lishi mumkin. Lekin bu yordamlar avtomatik tarzda hammaga tushavermaydi. Ko'pincha ariza, o'rganish, oilaviy holatni baholash va hujjatlarni tekshirish talab qilinadi. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan boshlab yoshi katta fuqarolarga 1.500.000 so'mgacha bo'lgan qo'shimcha yordam haqida ko'p gapirilmoqda. Bu yerda eng muhim narsani aniq tushunib olish kerak. Qariyalarga 2 yil bo'yi million so'm berilar ekan degan gapni hamma uchun bir xil avtomatik pul tushadi deb tushunmaslik kerak. Amalda bu kabi yordamlar odatda ehtiyojmandlik, ijtimoiy holat, sog'liq, yolg'izlik, parvarishga muhtojlik, daromad darajasi va mahalla xulosasi asosida belgilanadi. Shuning uchun men bugun sizga hamma oladi deb va'da bermayman. Men ekspert sifatida sizga to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Kimlar murojaat qilishi kerak? Qanday vaziyatlarda imkoniyat yuqori bo'ladi? Qaysi hujjatlar tayyor turishi kerak? Qaysi gaplarga ishonmaslik kerak? Va qanday qilib o'z huquqingizni talab qilish mumkin? Avvalo, bu mavzu eng ko'p kimlarga tegishli? Birinchidan, yoshiga ko'ra pensiya oladigan fuqarolar. Ikkinchidan, yolg'iz yashaydigan qariyalar. Uchinchidan, nogironligi bor yoki surunkali kasalligi sababli doimiy dori-darmon, parvarish, tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lgan yoshi katta insonlar. To'rtinchidan, daromadi yetarli bo'lmagan oilalarda yashayotgan pensionerlar. Beshinchidan, farzandlari bo'lsa ham amalda yordam olmayotgan yoki farzandlari boshqa hududda, chet elda, uzoqda yashaydigan qariyalar. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 7 yoshli otaxon bor. Pensiyasi 1.300.000 so'm atrofida. U yolg'iz yashaydi, kommunal to'lovlar non, oziq-ovqat. Dori-darmon xarajatlari bor. Har oy qon bosimi dorilar uchun 200.000 so'm, yurak dorilar uchun 300.000 so'm, kommunal to'lovlar uchun 200.000 so'm, oziq-ovqat uchun kamida 700.000 so'm ketadi. Natijada pensiya yetmaydi. Mana shunday holatda u mahallaga murojaat qilib, moddiy yordam yoki ijtimoiy xizmat uchun ariza berish kerak. Agar uning holati haqiqatdan og'ir deb topilsa, 1.5 million so'mgacha yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 68 yoshli ona farzandi bilan yashaydi. Farzandi ishlaydi, oilada umumiy daromad bor, uy-joy sharoiti yaxshi, ona pensiyasini oladi, sog'lig'i nisbatan barqaror. Bunday holatda yordam avtomatik beriladi deb kutish noto'g'ri. Chunki ijtimoiy yordamning maqsadi hammaning qo'liga pul tarqatish emas, balki eng ko'p muhtoj bo'lganlarni qo'llab-quvvatlashdir. Agar oilaning daromadi yetarli bo'lsa, ariza rad etilishi mumkin. Uchinchi misol. Samarqandda 75 yoshli buvi bor, 2 nafar farzandi bor. Lekin biri Rossiyada, ikkinchisi boshqa viloyatda yashaydi. Buvi amalda yolg'iz, o'zi bozorga bora olmaydi, oyog'ida muammo bor. Pensiya oladi. Lekin muntazam dori-darmon va parvarishga ehtiyoji bor. Bu vaziyatda farzandlari bor ekan, demak yordam berilmaydi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Muhimi real holat o'rganiladi. Farzandlar yordam beryaptimi yoki yo'qmi? Bu yolg'iz qolganmi? Parvarishga muhtojmi? Uy sharoiti qanday?
tibbiy hujjatlar bormi? 4-misol. Pensioner bir oilada yashaydi, lekin oila ijtimoiy daftar yoki ehtiyojmand oilalar ro'yxatida turadi. Masalan, uyda nogiron bola bor, ishlagan odam ham ijara to'lanadi. Bunday holatda pensionerning o'zi pensiya olsa ham oilaviy vaziyat og'ir bo'lgani uchun qo'shimcha yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun men pensiya olaman, menga bermaydi deb o'tirib qolmaslik kerak. Murojaat qilib aniq javob olish kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning oilangizda barqaror daromad bo'lsa, yoshi katta insonning barcha xarajatlari ta'minlangan bo'lsa, u muntazam parvarish va moddiy yordamga muhtoj bo'lmasa, bu yordamni olish imkoniyati past bo'lishi mumkin. Lekin bu ham umuman bo'lmang degani emas. Agar sog'liq bo'yicha keskin holat, operatsiya, qimmat dori, reabilitatsiya, yolg'izlik yoki boshqa og'ir sabab bo'lsa, baribir murojaat qilish mumkin. Bu yerda yana bir muhim masala bor. 5 million so'm degani aniq hamma uchun bir xil miqdor bo'lmasligi mumkin. Ba'zi yordamlar gacha deb belgilanadi. Ya'ni kimdir 500 ming so'm, kimdir 1 million so'm, kimdir 1 million so'm olishi mumkin. Miqdor ehtiyoj. Ajratilgan mablag' hududdagi tartib va komissiya qaroriga bog'liq bo'ladi. Shu sababli odamlar orasida falonchi 21 million olibdi, men ham albatta shuncha olaman degan tushuncha noto'g'ri. Har bir holat alohida ko'riladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, pul avtomatik tushadi degan gap. Ko'pchilik karta ochib qo'yadi yoki pensiya kartasiga qarab o'tiradi. Lekin bunday yordamlar ko'pincha ariza asosida ko'rib chiqiladi. Agar siz murojaat qilmasangiz, mahalla sizning holatingizni bilmasligi mumkin. Ayniqsa qariyalar kamgap bo'ladi, yordam so'rashga uyaladi. Lekin bu uyat masala emas. Bu ijtimoiy himoya masalasi. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, uni so'rash kerak. Ikkinchi tuzoq, hujjatsiz borish. Odam mahallaga boradi, menga yordam kerak deydi. Lekin yonida pasport yoki ID karta yo'q, pensiya guvohnomasi yo'q, tibbiy ma'lumotnoma yo'q, dori xarajatlari bo'yicha chek yo'q. Natijada xodimlar hujjat olib keling deydi. Odam esa meni qaytarib yubordi deb xafa bo'ladi. Aslida muammo hujjat to'liq emasligida bo'ladi. Shuning uchun oldindan tayyorlanish kerak. Uchinchi tuzoq faqat og'zaki murojaat qilish. Men doim aytaman, og'zaki aytish yetarli emas. Ariza yozing, arizani ro'yxatdan o'tkazing, kirim raqamini oling yoki arizani qabul qilgan shaxsning ism familiyasini bilib qo'ying. Agar keyin javob chiqsa, sizda murojaat qilganingizni isbotlaydigan asos bo'ladi. Men 3 oy oldin aytgandim degan gap huquqiy jihatdan kuchsiz. Men falon sanada ariza topshirganman, mana nusxasi desangiz, bu boshqa masala. 4-nozik jihat. Yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ba'zi qariyalar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, pasport bo'yicha Qashqadaryoda, amalda Toshkentda farzandinikida yashaydi. Bunday holatda murojaat qayerga qilinadi? Mahalla qaysi joyda o'rganadi? Bu masalalar murakkablashadi. Odatda ijtimoiy yordam doimiy yashash yoki ro'yxatdagi manzil bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli avval mahalladan yoki ijtimoiy himoya bo'limidan men amalda shu yerda yashayman, ro'yxatim boshqa joyda qayerga ariza beraman deb aniq so'rash kerak. 5-nozik jihat daromadni yashirish. Ba'zi odamlar daromadim yo'q deydi. Lekin oilada boshqa daromadlar bor. Ijara puli, tadbirkorlik, farzandlar tomonidan muntazam pul o'tkazmasi, chorva yoki yer daromadi. Agar o'rganish jarayonida bular aniqlansa, ariza rad etilishi yoki keyin muammo chiqishi mumkin. Men hech qachon yolg'on ma'lumot berishni maslahat bermayman. Yordam faqat haqiqatga asoslangan bo'lishi kerak. Chunki yolg'on ma'lumot bilan olingan mablag' keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 6-tuzoq. Firibgarlarga ishonish. Men sizga 1 million chiqarib beraman, 200 ming so'm xizmat haqi berasiz degan odamlar chiqishi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Davlat yoki mahalla yordamlari uchun sizdan pul talab qilinmasligi kerak. Agar kimdir pul bersangiz tezlashtiraman desa, bu xavfli holat. Ariza topshirish bepul, maslahat olish bepul, hujjatni qabul qilish bepul. Siz faqat rasmiy tartibda harakat qiling. 7-nozik jihat 1 avgust sanasini noto'g'ri tushunish. 1 avgustdan tartib kuchga kirsa ham hamma odam o'sha kuni pul oladi degani emas. Avval arizalar qabul qilinadi, keyin o'rganiladi. Keyin qaror qilinadi, keyin mablag' ajratiladi. Bu jarayon bir necha kun yoki bir necha hafta davom etishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling, lekin nazoratni ham qo'ldan chiqarmang. Ariza topshirgan bo'lsangiz, 10-15 kundan keyin borib holatini so'rang. 8-masala, yordamning turi. Ba'zan odamlar faqat naqd pul kutadi.
Lekin ayrim holatlarda yordam oziq-ovqat, dori-darmon, davolanishga yo'llanma, uyga ijtimoiy xodim biriktirish. Kommunal to'lov bo'yicha ko'mak yoki boshqa shaklda bo'lishi mumkin. Agar sizga aynan pul emas, boshqa yordam taklif qilinsa, avval uning foydasini baholang. Masalan, qariyaga oyiga 300 ming so'mlik dori kerak bo'lsa, bir martalik puldan ko'ra muntazam dori ta'minoti foydaliroq bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar sizning oilangizda qariya bo'lsa yoki o'zingiz pensioner bo'lsangiz, men sizga quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, holatingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling va quyidagilarni yozing. Qariyaning yoshi, pensiya miqdori, kim bilan yashashi, oiladagi ishlaydiganlar soni, oylik daromad, asosiy xarajatlar, kasalliklar, qaysi dorilarni ichishi, oyga dori uchun qancha ketishi, kommunal to'lovlar, qarzlar yoki ijara bo'lsa shular. Bu ro'yxat ariza yozishda juda yordam beradi. Chunki xodim sizdan so'raganda siz aniq gapirasiz. Pensiyam 1 million 200 ming so'm, dori xarajatlarim 1 ming so'm, kommunal 20 ming so'm, kommunal 200 ming so'm, oziq ovqatga yetmayapti deb. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, tibbiy ma'lumotnomalar, shifokor tavsiyasi, dori retseptlari, dori chexlarini yig'ing. Agar yolg'iz yashasa, mahalla tomonidan yolg'izlik yoki parvarishga muhtojlik holati o'rganilishi mumkin. Agar ijara bo'lsa, ijara shartnomasi yoki uy egasini tushuntirish ham kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Eng birinchi bo'ladigan joy odatda mahalla fuqarolar yig'ini yoki mahalladagi ijtimoiy xodim bo'ladi. U yerda siz in avgustdan qariyalar uchun 1,5 million so'mgacha yordam masalasi bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Holatimni o'rganib chiqishingizni so'rayman deb aytasiz. Muhimi, gapni aniq ayting. Yordam bormi deb umumiy so'ramang. Mening onam 73 yoshda, pensiyasi kam, dori xarajatlari ko'p. Shu sabab moddiy yordam uchun ariza topshirmoqchimiz deb ayting. 4-qadam, yozma ariza bering. Arizada quyidagilar bo'lishi kerak: kimga yozilayotgani, murojaat qiluvchining ism, familiyasi, manzili, telefon raqami, qariyaning holati, yordam so'rash sababi, ilova qilingan hujjatlar ro'yxati, sana va imzo. Ariza juda uzun bo'lishi shart emas, lekin aniq bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya olaman. Pensiya miqdori falon so'm. Sog'lig'im sababli har oy dori-darmon xarajatlarim falon so'mni tashkil qiladi. Oilaviy daromadimiz yetarli emas. Shu sababli holatimni o'rganib, moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Mana shu mazmunda yozilsa yetarli. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlating. Agar imkon bo'lsa, arizaning 2-chi nusxasiga qabul qilingan sana imzo yoki muhr qo'ydiring. Agar elektron tarzda yuborilsa, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Keyinchalik arizam yo'qolib qoldi degan muammo bo'lmasligi uchun nusxa sizda qolishi kerak. 6-qadam, uyingizga o'rganish uchun kelishsa, hammasini ochib ko'rsating. Ijtimoiy xodim yoki mahalla vakili kelganda uy sharoitini ko'radi, oila a'zolari haqida so'raydi, daromad va xarajatlarni aniqlaydi. Bu jarayonda xafa bo'lmang. Bu nazorat uchun emas, yordamni to'g'ri belgilash uchun qilinadi. Lekin savollar berilganda aniq javob bering. Hammasi qiyin deyishdan ko'ra, oyiga dori uchun 400 ming, oziq ovqat uchun 800 ming, kommunal uchun 200 ming ketadi deb raqam bilan ayting. 7-qadam, javobni kuting, lekin jim qolmang. Ariza topshirgandan keyin ma'lum muddat o'tib natijani so'rang. Agar hal ko'rilmoqda deyishsa, qachon javob bo'lishini so'rang. Agar rad etilsa, rad etish sababini yozma yoki aniq tushuntirish shaklida so'rang. Chunki sababni bilmasangiz, xatoni tuzata olmaysiz. Masalan, hujjat yetishmagan bo'lsa, hujjat olib kelasiz. Daromad yetarli deyishsa, real xarajatlar va tibbiy holat bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirishingiz mumkin. 8-qadam, rad javobidan keyin ham huquqingiz bor. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, lekin rad javobi asosli ko'rinmasa, yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Tuman ijtimoiy himoya bo'limi, hokimlik qabulxonasi, xalq qabulxonasi yoki rasmiy onlayn murojaat tizimlari orqali masalani qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Lekin murojaatingizda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Ariza sanasi, kim qabul qilgani, rad etish sababi, pensiya miqdori, tibbiy xarajatlar, yashash sharoiti. 9-qadam, farzandlar yordam bersin. Men ayniqsa farzandlarga murojaat qilaman.
ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularni o'z holiga tashlab qo'ymang. Ko'p otaxon, onaxonlar idoraga borishga uyaladi. Navbatda turishga qiynaladi. Hujjatni tushunmaydi. Siz ularning yo'lida bo'ling. Hujjatlarni yig'ing, ariza yozib bering, mahallaga birga boring. Bu faqat pul masalasi emas. Bu hurmat va mas'uliyat masalasi. 10-qadam xarajatlarni isbotlashni odat qiling. To'g'ri olsangiz, chekini saqlang. Shifokorga borsangiz, ma'lumotnoma oling. Kommunal to'lovlar kvitansiyasini yig'ing. Nega bu muhim? Chunki menga qiyin degan gapni isbotlash qiyin. Lekin mana, so'nggi 2 oyda dori uchun 900 ming so'm sarflaganman desangiz, bu aniq dalil bo'ladi. Yana bir muhim tavsiya, agar qariya parvarishga muhtoj bo'lsa, faqat moddiy yordam bilan cheklanib qolmang. Uyda qarovga muhtoj, o'zi ovqat qila olmaydigan, bozorga chiqa olmaydigan, yuvinish, dori ichish, shifokorga borishda yordam kerak bo'lgan qariyalar uchun ijtimoiy xizmat masalasini ham so'rang. Ba'zi holatlarda uyga ijtimoiy xodim biriktirilishi, dori darmon yoki oziq-ovqat bo'yicha alohida yordam ko'rsatilishi mumkin. Pul bir marta beriladi, lekin muntazam xizmat qariyaning hayotini ancha yengillashtiradi. Birinchi savol: pensiya olsam ham 1,5 million solishi mumkinmi? Javob: faqat pensiya olish yordamga to'siq bo'lib qolmasligi mumkin, lekin sizning umumiy ehtiyojingiz baholanadi. Pensiya miqdori, xarajatlar, sog'liq, oilaviy holat, farzandlar yordami hisobga olinadi. Ikkinchi savol: bu pul har oy beriladimi yoki bir martalikmi? Bunday yordamlar ko'pincha bir martalik yoki aniq muddatli bo'ladi. Shuning uchun mahalladan yoki ijtimoiy himoya bo'limidan aynan sizning hududingizdagi tartibni so'rash kerak. Har oy bir 1 million tushadi degan gapga darhol ishonmang. Uchinchi savol: farzandim bor, menga berilmaydimi? Farzand borligi har doim rad degani emas. Lekin farzandlar yordam berish imkoniyatiga ega bo'lsa, bu hisobga olinadi. Agar farzandlar uzoqda bo'lsa, yordam bermasa, o'zi ham qiynalayotgan bo'lsa, bu alohida o'rganiladi. 4-savol: qayerga birinchi boraman? Eng to'g'ri yo'l mahalla yoki mahalladagi ijtimoiy xodim. Ular sizga ariza tartibini, hujjatlar ro'yxatini va keyingi bosqichni aytadi. Agar mahallada aniq javob ola olmasangiz, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. 5-savol: hujjat topshirsam albatta olamanmi? Yo'q, albatta degan kafolat yo'q. Ariza ko'rib chiqiladi, holat o'rganiladi, shundan keyin qaror qilinadi. Lekin murojaat qilmasangiz imkoniyat ham bo'lmaydi. Azizlar, bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, 1 avgustdan qariyalar uchun 5 million so'mgacha yordam haqidagi xabarni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma pensionerga avtomatik tushadigan pul deb o'ylamang. Lekin agar qariya ehtiyojmand bo'lsa, yolg'iz bo'lsa, sog'lig'i yomon bo'lsa, dori darmon xarajati ko'p bo'lsa, oilaviy daromadi yetmasa, albatta murojaat qilish kerak. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l: holatni yozib chiqing, hujjatlarni tayyorlang, mahallaga boring, yozma ariza topshiring. Arizani ro'yxatdan o'tkazing, javobni nazorat qiling. Rad etilsa sababini biling va zarur bo'lsa qayta murojaat qiling. Hech kimga pul bermang, vositachilarga ishonmang, faqat rasmiy tartibda harakat qiling. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda qariyalar uchun bunday yordam bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Kimdir murojaat qilib ko'rdim, natija qanday bo'ldi? Sizning izohingiz boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Ota-onangiz, buvalaringiz va qo'shnilaringiz bu imkoniyatdan bexabar qolmasin. Videoni ularga ham yuboring.